bog'chaga olib kelyapman. Chiqib qo'ysang, po'qingni ko'tingni artayapman, ha? Men endi charchaymanmi men? Endi xotining olib kelsa, menga qarashsin-da xotiningga. Sen ish qilgan qarash. Faqat dam olib yotayapman. Endi shuncha sen uylangancha men ish qilaman, keyin xotining qila olsa shu ishlarni. Maylimi? Nima unda men xotinim charchaydi, ish qilmaydi deysan? Charchaydi xotinim, odamda. Odam bo'lsa men o'rnatmas sizga. Men unga o'yladigan ish qildirmayman-ku. Men charchamayman, men Robertman. Sen charchaysiz, xotining charchaydingizmi? Xotining charchasa, unda nima tarafini olasan xotiningga? Sizga tarafini olaman-ku. Nima endi sen xotinimga ish qildirmay, ish qildirasiz, bu yerga tushmayman deysan. Shu yerga tushasan, xotining uyda ish hammasini qiladi. Yo'q. Nima yo'q? Tilchangiz sig'irib olmay chiqishsan xotinchangiz bilan qo'shib. Qayerga tushasan? O'zim topgandim. Buqinga yepsan, shu yerga tushasan. Tushundingmi? Yo'q. Shu yerga tushasan, xotining uyda ishlar hammasini qiladi. Tushundingmi? Nima? Nima degani u? Nima qiladi xotiningga ish qilsa? Ha? Nima qiladi ish qilsa xotining? Charchaydi. Charchasa o'lib qoladimi? Charchasa o'lmaydi, mana bizim o'lganimiz yo'q, xotining ham o'lmaydi, keladi, hamma ishni qiladi. Men bitta mana shunday ish qilmayman, mana shunday qilib o'tiraman, hamma ishni xotining qiladi. Nima sen o'zing ham qarashsin, charchab qolsa. Tushundingmi? Ishga bormay xotining ishini qilib yurasan. Shumochaga o'xshab. Bilammi? Katta bo'lib o'zim nima qilish bilaman sizni. Voy, og'zingga